Assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Mana bugun sinfdoshimiz Jonibek akamiz Jo'lonjonlarning baxt va nikoh to'ylari ekan. Bu fursatdan foydalanib barcha qishloq mahalla raisi domla bobomiz boshchilik hammamiz hurmat qilib hurmat qilib Chora bobo sinfdoshimiz hammamiz chin qalbimizdan tabriklab bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik, kelgusida rivoj, baxt, saodat nasib bo'lsa, ikkala yoshni sunnat to'ylarida shundoq o'tirib davrani ochish nasib qilsin hammamizga. Shu kunlarni hammaga nasib qilsin Xudoyim. Uzoq umr, baxt, saodat shu Chora bobomizga, hammamizga. So'z berganingiz uchun katta rahmat rais bobo. Sizga ham uzoq umr, baxt, saodat, ikkala yoshga baxtli bo'lishsin, qo'sha qarishsin, to'ylarda xizmat qilish bizga nasib qilsin. Katta rahmat.